Mana bu Paynet xolisga ulangan mana QR kodi. Buni elektronniy to'lasa bo'ladi yoki mana naqd to'lasa bo'ladi. Naqd to'laganda men olaman deb mana bu naqd kirim qilib, mana buga shu misol necha pul ketdi? 20 mingni kirgizaman va to'lovni qabul qilishni bosaman hozir. Bo'ldi, shundan keyin bu pul menga o'tdi. Lekin bu pul yoki tartibli tadbirkori puli. Endi men buni yechishim kerak agar ishlataman desam. Shu pulni yechishim uchun, ya'ni o'zimda turibdi, lekin buni bari ham xuddi bankdan yechgandek tugmasini bosishim kerak. Shuni yechsam 1% komissiya olinadi. Ana endi agar to'lovni elektron, ya'ni o'sha o'zlarining kartalaridan to'lamoqchi bo'lsalar, mana chiqazib qo'yilgan Paynet QR kodini skaner qiladilar. Skaner qilgandan keyin to'lov qo'rsalar, meni elektron hamyonimda u paydo bo'ladi o'sha pul. Endi bu pul ham misol uchun aytaylik 20 ming so'm to'lagan bo'ladilar. Bu pulni men qanaqa qilib yechaman? Bu yerda ham o'sha pulni yechish degan tugmasini bosganimdan keyin misol 20 ming so'mdan 0.9% yechib oladi. Paynet o'zini komissiya sifatida qabul qiladi. Mana shu joyiga bitta e'tibor beradiganingiz. Misol bu yerda aytilgani 1 milliard so'mlik aylanma qilguncha biz 1% soliq to'laymiz. Ya'ni 1 milliardga 10 million so'm soliq kelib chiqadi. Lekin undan tashqari agar biz eng kamida 0.9% hisoblaydigan bo'lsa, ya'ni 9 million to'layotganimiz pulni yechganligimiz uchun. Bu degani 19 million pul bo'lyapti. So'nggi paytlarda tadbirkorlardan juda ko'p savollar kelib tushyapti. Paynet xolis majburiymi? Jarimalar bormi? 2026-yildan 4% soliq to'laymizmi yoki 1% soliq to'laymizmi? Keling bugun bularni barchasini qonun asosida va xotirjam tushuntirib beraman. Men Farhod Ruzmatov 10 yil davlat soliq organida ishlab, 2022-yildan Uzun marketda, 2025-yildan Market Yandex.Go'da o'z tovarlarimni savdo qiladigan sellerman va undan tashqari ushbu foydali YouTube kanali muallifiman. Tez kunda Azon Marketplace haqida juda qiziqarli video chiqadi. Bu videoni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimga obuna bo'lib qo'ying. 2026-yilgacha yoki tartibli tadbirkor yoki o'zini o'zi band qilgan shaxslar o'z faoliyatini boshlash uchun juda ko'p harakatli va xarajatlarga tushardi. Masalan, yoki tartibli tadbirkor nazorat kassa mashinasini olish kerak, chek urish uchun. Undan tashqari har oy soliq hisobotlarini topshirish uchun bitta buxgalter bilan kelishib, unga oylik maosh to'lash kerak edi. Ana endi hammasini elektron platforma orqali amalga oshirsa bo'ladi. Uning misolida Paynet xolis bo'ladi. Men sizlarga hozir hammasi tushunarli bo'lishi uchun 3 ta biznes misolini ko'rsatib beraman. Agar biz offline do'kon ochadigan bo'lsak, ikkinchisi Instagram orqali savdo qiladigan bo'lsak va uchinchisi xizmat ko'rsatadigan bo'lsak, masalan, repetitorlik xizmati. Bu uchun nima qilish kerak? Birinchi bo'lib, yoki tartibli tadbirkorlikni Davlat xizmatlar markazidan borib ochib kelishimiz kerak. Unga taxminan 2-3 soat vaqt ketadi. Keyin elektron kalt olamiz, uni ham Davlat xizmatlar markazidan. Uchinchisi, noutbukimizga e-imzoni ulashimiz kerak va elektron kalt ishlashi uchun. To'rtinchisi, hisob raqam ochishimiz kerak. Beshinchisi, nazorat kassa mashinasini olishimiz kerak, chunki chek urib beramiz. Har oy soliq hisobotini topshiramiz va soliqlarni o'z vaqtida to'lashimiz kerak. Agar to'lanmasa, penya ustama hisoblanadi. Paynet xolis barcha mana shu aytib o'tgan ishlarimni hammasini bitta joyda amalga oshirsa bo'ladi. Shu yoki tartibli tadbirkorlik ham yoki o'zini o'zi band qilish ham shu yerdan ro'yxatdan o'tkaziladi, elektron hamyon olinadi va e-imzo kerak bo'lmaydi bunda, chunki hammasi bitta joyda amalga oshiriladi. Nazorat kassa mashinasini o'rniga shu QR kod chiqaziladi va QR kod orqali to'lansa, bo'ldi, ishimiz bitadi. 3-4 million xarajat qilishimiz kerak bo'lmaydi. Va buxgalter ham kerak emas, chunki Paynet xolis o'zi hamma hisobotlarni, ya'ni o'zi bittagina hisobot bor, o'sha hisobotni o'zi jo'natadi va soliqlarni ham o'zi ushlab qolib byudjetga o'tkazib beradi. Ya'ni bizning asosiy ishimiz tadbirkorlik faoliyat bilan shug'ullanish bo'ladi. Byurokratik ishlar bilan shug'ullanmaymiz endi. Paynet xolis orqali ishlaydigan bo'lsak. Va hamma to'lovlarni qabul qilib olishimiz mumkin. Naqd ko'rinishda yoki elektron to'lovlarni ham hammasini qabul qilamiz. Jarimaga keladigan bo'lsa, endi QR kod orqali to'lovlarni qabul qilmasa yoki tartibli tadbirkor yoki o'zini o'zi band qilgan shaxslar yoki nazorat kassa mashinasi orqali chek urmasa yoki terminal orqali chek urmasa, unda 5 million so'mlik jarima bo'ladi.
Qachon 20 million so'mlik jarima bo'ladi? Agar biza boshqa shaxsni shu nazorat kassa mashinasidan foydalangan bo'lsak yoki boshqa shaxsni o'sha Paynet xolisdagi QR kodidan foydalanib o'zimizni tovarimizni sotgan bo'lsak, unda 20 million so'mlik jarima urib beradi. Ya'ni faqatgina o'zimizga tegishli bo'lgan tovarlarga o'zimizni Paynet xolisimizga to'lovlarni qabul qilishimiz kerak. Eng muhimi, bu yerda Paynet xolis majburiy emas, lekin QR kod majburiy. Mana shu narsani tushunishimiz kerak. Kimlar uchun mos? Marketplace'larda savdo qilishdan tashqari onlayn savdolar bilan shug'ullanamizmi yoki undan tashqari offlayn savdolar, offlayn xizmat ko'rsatish yoki onlayn xizmat ko'rsatadigan shaxslarga, faoliyat yuritadiganlarga barchaga Paynet xolis hozirgi kunda to'g'ri keladi. Ya'ni QR kod shakllantirib to'lovlarni qabul qilish imkoni paydo bo'ladi. Bu ilovadan qanday qilib foydalanish kerakligini ham hozir sizlarga ko'rsatib beraman. App Store yoki Play Marketdan biz Paynet ilovasini o'zimizga yuklab olamiz. Kirsak, bizda mana biznes ochish Paynet xolis degan yuqorida tugma paydo bo'lgan. Shuni ustiga bosamiz. Men sizlarga ko'rsatib bera olmaydigan bittagina harakat bu Face ID dan o'tish, chunki bu Paynet ulan bo'lgan, bu YTTga, shu uchun ko'rsata olmayman. Atak 1 daqiqani ichida Face ID dan o'tib, xuddi shu sahifaga tushasizlar. Bu yerda nimani ko'rishimiz mumkin? Biz agar mana bu elektron hamyonni ustiga bosadigan bo'lsak, va bu yerda mana yangi sahifa chiqdi. Bu sahifada o'tkazmalar uchun QR kod degan tugmani bossak, bizda mana QR kod bor. Buni o'sha mijozli skaner qilib to'lovlar amalga oshirishi mumkin yoki QR kod yuklab olish degan tugmani bosib, biz printerda chop etishimiz mumkin va chop etilgandan keyin magazinimizga, do'konimizga yopishtirib qo'ysak, shu QR kodni skaner qilib bemalol mijozli to'lovlar amalga oshira oladi. Faqatgina QR kod orqali to'lovlar amalga oshirilsa, 1% cashback qaytariladigan chek chiqazib berib bo'lmaydi. Shu joyga e'tibor berasizlar. 1% cashback endi bo'lmaydi agar Paynet orqali to'lovlar amalga oshirilgan bo'lsa. Bundan tashqari mana bu yerda naqd pul kirim, ya'ni agar videoni boshida o'sha 20 ming so'mlik tovar sotuv qilinsa, mana mana yana bir marta ko'rsam, naqd pulni kirim degan tugmani bosib, mana bu 20 ming so'm deb kirgizaman va to'lovni qabul qilish. Shunda menda hamyonda 20 ming so'mga oshgan bo'ladi summa va mana shu 20 ming so'mdan men 1% soliq to'layman. Bu hammasi avtomatik tarzda bo'ladi. Ana endi bizda o'zi pul yechish bo'yicha mana bu yerda shartlar va cheklovlar bor. Qancha saqlash mumkin? Hamyonda jam bo'lib 206 million pul saqlasa bo'ladi. Bir oy ichida 206 million pulni sarflasa bo'ladi. Bir vaqt ichida 41 million 200 ming. Yani bir vaqt ichida qayerdir o'tkazaman desanglar 41 million 200 ming o'tkazsa bo'ladi. Eng qiziqarli joyi, agar o'sha 20 ming so'mni men bankka inkassatsiya qilib topshirganda ham uni yechadigan bo'lsam, naqd pul ko'rinishida keyin yechishim kerak edi. Masalan, buni tadbirkorlar biladi. Shu yechish uchun men 1% soliq to'lagan bo'lardim. Bu yerda ham xuddi shu, ya'ni biz bankka bormagan holatimizda ham pulni yechish degan tugmani bosib, bizdan o'sha 20 mingimiz 19 ming bo'ladi. Yechilganda, ya'ni biz u 20 mingni olishimiz mumkin, lekin biz baribir ham nimaga Paynetga o'sha 1% komissiyasini to'lab beramiz pulimizni yechganligimiz uchun. Uzcard Humo uchun 0.9% bo'lyapti. O'sha aytib o'tganda, agar 1 milliard so'mlik pulni biz hamyondan Uzcard yoki Humoga o'tkazsak, bu degani 9 million pul to'lagan bo'lamiz. Mana shunaqa ma'lumotlarni berib o'tmoqchi edim. Nimaga Uzum Market va Market Yandex.Go da savdo qiladiganlarga Paynet xolis kerak emas? Chunki bizda hisob raqam bo'ladi va hamma pulimiz hisob raqamga tushadi va hisob raqamga tushgandan keyin biz hisobotlarni o'zimiz topshirishimiz kerak. Paynet xolisga tegishli bo'lgan miflar to'g'risida ham aytib o'tishim kerak. Bu birinchisi, agar Paynet xolisga ulanmasa, unda qat'iy belgilangan soliq to'lashni davom etamiz. Yo'q, albatta bu noto'g'ri. Ya'ni qat'iy belgilangan soliq bu har oy bizda savdo bo'lsa bo'lmasa to'lanadigan soliq 2026-yildan bekor bo'ldi. Shu uchun Paynet xolisi bunga hech qanaqasiga aloqasi yo'q. Biz Paynet xolisga ulanamizmi yoki yo'qmi, qat'iy belgilangan soliq shundan ham bekor bo'ldi. Undan tashqari Paynet xolisga ulanmasa 1% soliq emas, 4% bo'ladi degan gap ham bu mif bo'ladi, chunki bu Paynet xolisga ulanganlar 1%,
qolganlar 4% to'laydi degan gap ham noto'g'ri. Hamma yoki tadbirkorlik yoki o'zini o'zi band qilgan shaxslar yillik aylanmasi 1 milliardgacha bo'lsa 1% soliq to'lashadi. 2026-yildan yakka tartibli tadbirkor qanaqa soliqlarni to'laydi? Yakka tartibli tadbirkor 2 xil soliq to'laydi. Birinchisi aylamadan olinadigan 1% soliq. Masalan, bir oyda bizda 100 million so'mlik savdo bo'lgan bo'lsa, shu 100 million so'mdan 1% soliq 1 million so'm to'laydi. Undan tashqari ijtimoiy soliq to'laydi. Ijtimoiy soliq esa bir bazaviy hisoblash miqdoriga teng. Hozir video chiqayotgan payt bu 412 ming so'm. Ya'ni ikkita soliq to'laydi. Faqatgina 1% o'zini emas. 2025-yilda elektron kommersiya bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlar, u yuridik shaxs, mas'uliyati cheklangan jamiyat, xususiy korxona bo'ladimi yoki yakka tartibli tadbirkormi, bir xil soliq to'lashardi, 3%li. Endi farq bo'lyapti. Yakka tartibli tadbirkor 1%, mas'uliyati cheklangan jamiyat 4% to'laydi. Endi eng asosiy savollarga o'tamiz. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlar orqali meni Instagramim yoki Telegramimga berilgan savollarga o'tamiz. Birinchisi bu qaysi qaror va qaysi sanadan kuchga kiradi? Prezidentning 247-sonli qaror bor. 12-avgust 2025-yilda tasdiqlangan va jarimalar to'g'risida Soliq kodeksining 221-moddasida keltirib o'tilgan. Ikkinchi savol, biz ulandik. Endi nima bo'ladi? Agar siz men tushunishim bo'yicha Yandexda yoki Uzumda savdo qilasiz va shu uchun shu savolni bergansiz. Agar siz Uzumda yoki Yandex savdo qilsangiz va ulangan bo'lsangiz, hech narsa bo'lmaydi. Foydasi bor, zarari bo'lmaydi. Yana bitta qo'shimcha savol. Bu 1% soliq faqat tovar sotilsa to'lanadi, sotilmasa soliq to'lanmaydimi shunda? Da, albatta, agar 1% soliq, agar bizda savdo bo'lsa, shu savdo bo'lgan summadan 1% soliq to'laymiz. Agar savdo bo'lmasa, hech qancha soliq chiqmaydi. Lekin ijtimoiy soliqni to'lashimiz kerak. Keyingi savol, Farhod aka, men Paynet Xolisdan registratsiyadan o'tdim, faqat onlayn savdo meniki. Hisobotni o'zim topshirishda davom etamanmi? Agar onlayn savdo deganingizda aynan Uzum market yoki market Yandex.Go'da savdo qilishni nazar tutayotgan bo'lsangiz, albatta siz o'zingiz hisobotlarni shakllantirib o'zingiz topshirasiz. Ya'ni bu yerda Paynet Xolisga biz ulanmaganligimiz uchun, bizga bu narsa kerak bo'lmaganligi uchun biz qanday topshirayotgan bo'lsak, xuddi shunday topshiramiz. Aytaylik, mart oyining hisobotini biz 15-aprelgacha topshirishimiz kerak. Agar topshirmasak, jarima hozir qo'llash imkoni mavjud. Ya'ni Ma'muriy kodeksning 175-moddasiga asosan 3 barobar hisoblash miqdori, ya'ni bu degani 412 mingni 3 ga ko'paytirsa 1 million 200 mingdan ko'proq jarima tushishi mumkin. Shu uchun o'z vaqtida hisobotlarni topshirishimiz kerak. Keyingi savol, nega bu ish faqat Paynet Xolisdan qilinadi? Axir bu monopoliya-ku. Nega davlatning o'zi ilovasi yo'q? Yo'q, albatta 2026-yilda shu aytib o'tgandek bir nechta yana boshqa ilovalar ham chiqadi, ya'ni monopoliya bo'lmaydi. Paynet Xolis bu birinchi bo'ldi, lekin bu degani yagona emas. Keyingi savol, shuncha pulga olgan terminal apparatimizni nima qilamiz? Bu yerda bitta qiziqarli javob bor, bitta to'g'ri javob bor, ya'ni muzeyga topshirasiz degani kulgili to'g'risi. Ishlatib yurishda qanday ishlatayotgan bo'lsa, shunday ishlataverasiz. Keyingi savol, yillik tushum 1 milliarddan oshsa nima bo'ladi? Yillik tushum 1 milliarddan oshsa, umum belgilangan soliqqa o'tiladi. Ya'ni qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'i to'lanadi. Ana endi men sizlarga Uzum Pro kursim to'g'risida ham qisqacha taqdimot qilib o'taman. Agar siz to'g'ri tovar tanlashda qiynalayotgan bo'lsangiz, undan tashqari aniq strategiya bilan savdo qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz va to'pga chiqarish uchun aniq qadamlarni bilishni xohlasangiz, hisob-kitobni yuritish va sellerlar jamoasida bo'lishni xohlasangiz, men sizni o'zimni Uzum marketda savdo qilish Uzum Pro kursiga taklif qilaman. Kurs qachon boshlanadi? Bizda ikkita formatda kursimiz bor, offline va online. Onlaynimiz 5-yanvarda boshlanadi, offline esa 10-yanvarda boshlanadi. Offlayndagi kursimiz shanba-yakshanba bo'lib o'tadi. 8 ta darsdan iborat Toshkentda va Zoomseli analitik servis 1 oyga bepulga taqdim etiladi va kurator bo'ladi. Kuratorimiz ham tajribali. Onlaynda 5-noyabrda boshlanadi. Soat 20:00 da birinchi Zoom uchrashuv o'tkazamiz shu ishtirokchilar bilan. Undan keyin kunora tayyor video darslik tashlab turamiz. Ya'ni Zoom uchrashuvlardan keyin tasdiqlash uchun, o'sha takrorlab turish uchun
yana video darslar ham tayyorlaganmiz professional darajada. Shularni ham ko'rib, amalda bajarish mumkin bo'ladi. Onlayn kursimiz Zoom Selling bu yerda ham taqdim etiladi. 1 oyga bepul va kuratorimiz ham tajribali sizlarga doimiy holda savollaringizga javob beradi. Modullar nimalardan iborat? Birinchisi mana shu. Birinchi dars nima? Kirish mavzusi bo'ladi. FBO, FBS, DBS qanday ishlashini hammasini tushuntirib beraman. Ilovalarni hammasini ustanovka qilib, unit iqtisodiyotdan foydalanishni ko'rsatib tushuntirib beramiz. Ya'ni bizda kirish darsi bo'lganiga qaramay, amaliy bo'ladi. Birinchi dars o'zi. Ikkinchi darsimiz mana murakkablashishni boshlaydi. Ikkinchi darsimiz Zoom Selling va tahlil servisi o'sha birinchi darslari. Bizda Zoom Selling bitta dars emas, bir nechta dars bo'ladi. Shu uchun boshidan sekin o'rgatib boramiz. Uchinchi darsda registratsiya qilib, do'kon ochish va kartochka yaratib, uni infografikalarni to'g'irlash hammasini ko'rsatib beramiz. Ya'ni uchinchi darsi o'zida offlayndan onlayndan siz savdoga chiqasiz. 4-dars Xitoydan tovar olib kelish, ya'ni savdoga chiqqandan keyin biz murakkabroq mavzularga o'tamiz. Bu Xitoydan tovar olib kelishga ozgina kutishimiz kerak bo'ladi. Biz o'sha savdo qilishni o'rganayotgan paytimizda tovarimiz sekin kargo orqali kelayotgan bo'ladi. 5-darsda yanada Zoom Selling o'sha aytib o'tgandek darsimiz bo'ladi. Bu yerda o'sha nishani to'g'ri aniqlash, raqobatchilarni tahlil qilish, tovar tanlashni o'rganamiz. 6-darsda marketplace algoritmi va savdo strategiyasini o'rganamiz va 7-darsda pulli reklamani yoqish, marketing instrumentlaridan foydalanish va 8-darsda bizda soliq hisobotini topshirish, o'sha aytib o'tgandek bizda soliq hisobotini o'zimiz topshiramiz, o'zimiz to'lovlarni amalga oshiramiz, moliya hisobotlarini o'zimiz shakllantiramiz, ya'ni qancha foyda ko'rdik, qancha zarar ko'rdik hammasini shu cash flow, P&L hisobotlarini o'zingizlar bemalol shakllantirishni o'rganib olasizlar. Offlayn kursimiz aytib o'tganimdek 10-yanvarda boshlanadi, onlayn kursimiz 5-yanvarda boshlanadi. Murojaat uchun telefon raqam qoldirilgan, Telegramdan ham murojaat qilsanglar bo'ladi. Ko'rishguncha.